Qisqasi, har doim ham bor-ku, maza qilib ishlayvermaydi odam. Men podulda yurishimizni qaraylik, bo'ldi ishlashini mana bu yerda egilib olib yuribmizda qisqasi. Hozir ana ko'rsatgan mana bu gibrid 273 mini katyolimizni ustanovka qo'yamiz. Mana Husan ham tizalab ishlayapti-da. Lekin har doim santexniklarga oson emas. Men ham o'tirib oldim, mana endi bemalol video olsak bo'ladi. Qisqasi bu yerda qilinayotgan ish elektrический котел o'rniga hozir biz gazli котел o'rnatyapmiz podulga. Bu yerdan hozir dimoxodga qatdan teshding, Husan? Dimoxodga qatdan teshding. Teshiklargacha teshib qo'yamiz. Qo'lning orqasiga chiqyapti, xudo xolisa. 273 mini котелimizga avtomat горелка 8 tali o'rnatdik bunga. Ikkiga mana bitta gruppa безопасности o'rnatildi, расширительный bachok o'rnatildi, chunki sistema закрытый bo'lyapti. Ikkinchi через nasos orqali ishlaydi, xudo xolisa. Mana bu yerda ko'rib turganingizda ikkita nasos qo'yganmiz. Qo'lni kuydirmagan bu dazmolda. Xudo xolisa ishimiz ham bitib qoldi, inshaalloh.